insonga qadr berish o'lchovi shunaqangi buzilib ketganki, masalan, bir zamon kelsa, shu zamonda yuziga najosat surib yurish modaga aylansa, insonning qadrini belgilasa, qanchalik najosatga inson burkansa, shuncha qadri oshsa, shunaqa zamon kelsa, hozirgi kundagi hamma inson aytadiki, qanchalik qadrim yuksalsa ham men bunaqa ish qilmayman. Qolganlar qiladi-ku, sen men kimni maqsad qilib ketavermayman deydi hozirgi kunda. Va hozirgi kundagi qadr o'lchovimizchi, hozirgi kundagi qadr o'lchovimiz oldin shunaqa kulgili bo'lgan. Oldinlari aytilsa, misol uchun, shunaqa bir zamon keladi. Ayol kishi yechinishi bilan qadr topadi. Ayol kishi tanasi bilan qadr topadi. Erkak kishi mol dunyosi bilan qadr topadi desa, ular shunaqa jirkangan. Insonlarga qadr berish tushunchasi ular dunyo qarashiga qarab bo'lish kerak. Inson qanchalik yechinishi bilan qadr topganda edi, maymun juda ham qadrli bo'lish kerak edi. To'ng'iz juda ham qadrli bo'lish kerak edi. Ya'ni u bilan qadr topmaydi inson. Insonning qadri dunyo qarashi past yoki balandlikka qarab o'lchanadi. Insonning dunyo qarashi baland bo'lsa, u kambag'al bo'lsa ham, u ko'rinishi xunuk bo'lsa ham, u ayoldir, erkakdir, qadrli. Agar u mol dunyoga ega bo'lsa-yu, hamma narsaga erishsa-yu, lekin dunyo qarashi tuban bo'lsa, dunyo qarashi uni hayvoniy yashashga majbur qiladigan bir dunyo qarash bo'lsa, u insonning qadri yo'q. Garchi u qanaqa mansab, qanaqa pul, qanaqa moddiyat egasi bo'lsa ham, u inson qadri yo'q. Insonga qadr berish o'lchovlari buzilib ketgan. Ya'ni hozirgi insonga berayotgan qadr o'lchovimizni oldingilar eshitsa hazar qilgan. Va biz ham misol keltirdim-ku, kelajakda shunaqa bir zamon kelsa-yu, hamma najosatga burkanib yursa, qadrini topsa, nima bo'ladi? Jirkanamiz hozir. Shunaqa ham bo'ladimi deymiz? Hozirgisi shunaqa ham bo'ladimi degan oldingilar. Shuning uchun haqiqiy o'lchov bilan insonning qadrini o'lchamas ekanmiz. Insonlar asli qadrli bo'ldim deb qadrini yo'qotadi. Ayol kishi yechinib qadrim topdim deb o'ylaydi, lekin qadrini yo'qotadi. Erkak kishi mol dunyosi bilan maqtanib, mol dunyosini ko'z-ko'z qilib qadr topdim deb o'ylaydi, lekin qadrini yo'qotadi. Xullas, insonlarning qadrini o'lchash o'lchovlarimiz xonavayron bo'lib ketgan.